Assalomu alaykum barchaga. Demak, SAT darslarimizning navbatdagi misollarini ko'rib o'tamiz. Demak, bizda savol quyidagicha berilgan ekan. Mana shu savol o'zini 15-20 sekund ichiga ishlab qo'ysak bo'ladi bemalol. Demak, how many nechta solution yechimlari equation tenglama demak, tenglamalar sistemasi EBOB yuqoridagi ya'ni yuqoridagi tenglamalar sistemasida nechta yechim bor deyapti. Demak, x kvadrat minus x minus 12 ikkalasini tenglashtirib yuboramiz. 3x. Demak, x kvadrat minus 4x minus 12 teng 0. Buni ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, x minus 6 x plus 2 hosil bo'ladi, teng 0. Bu yerdan x birimiz 6 chiqadi, x ikkimiz esa minus 2 chiqadi va bu ikkalasini hop, mana bu chiziqlikka qo'yganimiz osonroq chiqadi. Y birimiz 6 kare 3 18 chiqardi. Hop, y ikkimiz esa minus 6 chiqarkan. Mana ko'rib turibmiz. Bizda demak javobimiz x va y mana bu bitta javob bo'lyapti. Bu ikkalasi esa bitta javob. Jami ikkita javob bo'lyapti. Demak, 0 ta emas, bitta ham emas, cheksiz ko'p yechim ham emas, ikkita javob chiqyapti. Endi oson usuli mana shu misolimizda shunchaki qo'lda ishladik, ancha vaqt ko'p ketib qoldi. Nima qilamiz? 15-20 sekund ichiga chiqarib qo'ysak bo'ladi bemalol misolimizda. Demak, tezkis kalkulyatordan foydalanamiz. Imtihonga beriladi bu kalkulyatorimiz bizada. Cho'k funksiyamizni yozib yuboramiz. X kvadrat minus x minus 12 teng y teng 3x. 3x. Mana ko'rib turibmiz. Demak, funksiyamiz ikkita joyda kesib o'tyapti mana. Birinchisi va ikkinchisi. Demak, bizning javob ikkita ekan. Ikkita nuqtada kesishib o'tyapti. Demak, haqiqatan mana C javobga mos kelyapti. Demak, darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu yerda yakunlaymiz. Rahmat hammaga. Bizni kuzatishda davom eting.